Gilamni ko'ryapsizlar, gilam yong'inda, ya'ni olov ichida qolib ketgan. Uy yongandan keyin gilamni olib chiqishgan, lekin ustlari juda ham qora kuya bo'lib, qop-qora holatga kelib qolgan. Buni o'zi tashlab yubormoqchi ekanlar. Biza hozir shuni yuvib, yengidek holatga keltirib, ideal qilib beramiz. Video davomida rezultatni albatta ko'rasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta profilga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.